Bismillah, alhamdulillah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni bir daraxt borki, mo'minga o'xshaydi dedilar. Sahobalar ichida bir sahoba turib, bu daraxt qaysiligi haqida so'rovdilar. U javob qildi: "Ya Rasululloh, bu xurmo daraxtidir" dedilar. Ya'ni Nabiy sollallohu alayhi vasallam mo'min kishini xurmo daraxtiga o'xshatdilar. Endi biz xurmo daraxtiga yaxshilab nazar soladigan bo'lsak, bunda bir yaxshilikni ko'ramiz. Ya'ni xurmo daraxtini koni mo'min uchun manfaat. Ya'ni mo'min kishiga o'xshaydi. Mo'min odam ham umumiy holatda faqat yaxshilik keltiradigan va jamiyatga foydasi tegadigan odam bo'ladi. Mana shu sababdan ham xurmo daraxtiga o'xshatdilar. Chunki xurmo daraxtini ham toki ildizidan boshlab changigacha foydali. Mani nazarimni tortgan narsa shuki, xurmo daraxtini 40, 50, 60 lagan kishi silkitsa ham joyidan qo'zg'ata olmaydi va bir hosil yerga tushira olmaydi. Ya'ni xurmo daraxti joyida sobit. Uni ustida shamollar bo'ladi, yomg'irlar yog'adi, do'llar yog'adi va hokazo. Mo'min insonni ham ayni shu. Boshidan nima kunlar o'tmaydi va qanday bir sinovlar ichida qolmaydi mo'min. Qachonki uni aqidasi butun bo'lar ekan, Robbisini tanir ekan, Rasulini yo'lida sunnatiga ihyo qilar ekan va buni ham joyidan o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni hozirgi kunimizda mo'min kishilar zamonlar o'zgarsa, bugun Rossiyaga borsa Sergeyaga aylanib olib, Saudiyaga borsa hojikiga aylanib, Germaniyaga borsa yana boshqa kishiga aylanib olishligi urf bo'lib qoldi. Yo'q, mo'min odam aqidasi butun, Robbisini tanigan odam pozitsiyalarida sobit bo'ladi. Endi bu pozitsiyalarda sobit turishlik Qur'onga qaytishlik va Rasulullohning sunnatlariga ihyo qilishlik bilan bo'ladi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda Mu'minun surasida Allohga va payg'ambarga iymon keltirgan, uning shariatiga amal qilgan kishilar darhaqiqat najot topdilar dedi. Ya'ni Alloh va Rasuliga qaytgan kishilar najot topibdi. Ularning shablonlari bor, umumiy o'lchovlari bor ekan. Keyingi oyatda esa ularning sifatlaridan ba'zilarini keltirib o'tyapti Alloh taolo. Ular namozlarida xushu bilan turadilar. Qalblari namozdan forig' bo'lib, a'zoyi badallar sokin turadi. Ya'ni namozlarini shoshmasdan, Allohga xushu huzu bilan, Allohni ko'rib turgandek yoki Alloh ularni ko'rib turganidek xolis ibodat qilishadi. Bu mo'min kishining belgilaridan biri ekan. Ular har qanday befoyda so'z va ishlardan yuz o'giruvchilardir. Ya'ni lag'u amallardan yuz o'giruvchi kishilardir. Lag'u amallarni keyingi suhbatlarimizda inshaalloh bir qator sanab o'tamiz. Keyingi oyatda esa ular barcha turdagi mol-mulklarining zakotini o'tash bilan o'z nafslarini va mollarini poklovchi kishilardir deb Alloh taolo mu'minlarni sifatladi. Mana shu sifatlarga ega bo'lgan kishilar mu'minlar ekan. Va mu'minlar dindagi o'lchovlarda sobit turishar ekan, xuddiki boyagi xurmo daraxtidek. Alloh azza va jalladan bizni o'zini dinini o'rganishligimizga va boshqalarga ham yetkazishligimizga va mana bu o'rgangan bilganlarimizda sobit tura olishlikka kuch-quvvat berishligini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.